9-may otajonning boshiga ziyoratga kelyapman. Odam to'la qabristonda. Lekin aslida ayollar kelishi gunoh. Nima qilamiz? Otajonim bir nima deb qo'ygandir. Mana otajonning boshini tozalab bo'ldim. O'tlarni olib tashladim. Otajon 2024-yil 23-aprelda ketdi, o'ldi. Shu ro'zadan keyin, ro'za namozidan keyin 9 kundan o'tib ketdi. 9 kundan keyin o'tib ketdi. Shunda kelib hammasining boshini, og'aynilarning, ota-onasining mana bu yerda daraxtning tagida o'g'li yotibdi. Akam, katta akam boshini kelgan tozalagan, keyin 9 kundan keyin o'zi o'tib qoldi. Shunda ertalab borgan, biz men kelmasdim. Keyin inamga aytayapti. Hamma og'aynilarimda ota-onamda dedi, borib dedi, ko'rib keldim dedi.